TikTokka kirganimiz sababi esa menga ko'pchilik TikTokka kiring, TikTokda ham yaxshi, mashhursiz deganligi uchun men TikTok ham ochib, TikTokka ham kirdim. Keyin menga TikTok yoqib bo'ldi, to'g'risini aytaman. Battle o'ynash, do'stlar orttirish, hamma mana shu yerda ekan. Men tanigan barcha Instagramdagi insonlar ham mana shu TikTokda ekan. Men TikTokda pul topish uchun kirmayapman, to'g'risini aytaman. Men mashhur bo'lmoqchiman bu yerda ham. Mashhur bo'lish uchun kiryapman. Daromad topish yoki pul topib, o'zim boy qilish uchun emas, pul o'zi kelaveradi. Inson qanchalik harakat qilgan sari Alloh rizqini har doim yetkazaveradi. Shuning uchun men bu yerda faqatgina hozir umuman mashhur bo'lmoqchiman. Mashhur insonga aylanmoqchiman, xuddi Sardor Ganasterdek. Men ularga to'g'risini aytsam, havas qilaman-da. O'shadaqa inson bo'lishni xohlayman. O'sha insondaqa mashhur inson bo'lishni, o'sha insondaqa saxiy inson bo'lishni xohlayman. Xullas, ulardaqa mashhur bo'lmoqchiman. Shuning uchun ham men TikTokka kirishni boshladim. Lekin men unaqa TikTokda o'zimni yomon tanitmoqchi ham emasman. Yomon qiz emasman-da. Shuning uchun ko'pchilik menga Battle'da hali shart bajarar ekan. Shartlarni aytishdi, ba'zilar rasvo shartlarni ham aytishdi. 18 pil shunga o'xshash shartlarni bajarsangiz tez ko'tarilasiz, tez mashhur bo'lib ketasiz deyishdi, lekin menga unaqa shartlar umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham men unaqa shartdan mashhur bo'ladigan bo'lsam, bo'lmaganim yaxshi deb javob berdim. Chunki unda men ota-onamning yuzini yerga qaratgan hisoblanaman. Agar men unaqa o'zimni tanamni ko'rsatib, rasvo shartlarni bajaradigan bo'lsam, u shartlarni bajarmay turib ham inshaalloh Xudo xohlasa mashhurlik darajasiga Ya'ni qanaqa shartlar? Bizada oddiy prikolni shartlarni bajarib, inshaalloh mana shu TikTokda ham ko'tarilish niyatim bor. Bajarsam shu prikolni, kulgili, har qanday kulgili shartlar bo'lsa ham bajaraveraman, lekin unaqa o'zimni tanamni ko'rsatib, men shu paytgacha ijtimoiy tarmoqlarga video qo'yayotgan, video joylayotgan bo'lsam, men ochiq-sochiq kiyinib yoki o'z tanamni ko'rsatib videolar joylamaganman va joylamayman ham. Bu menga umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham men inshaalloh Xudo xohlasa TikTokda ham mashhur qiz bo'lib olaman. Lekin unaqa yomon emas, yaxshi bo'lib, mana shu prikolni shartlar orqali ham ko'tarilsa bo'ladi. Shu shartlar orqali ko'tarilib, inshaalloh Xudo xolasa mashhurlik darajasiga chiqib olaman. Niyat